Malika. Malika. Ha, dadasi. Tinchlikmi? Qara tashqaridan chaqaloq ovoz kelyapti. Qanaqa chaqaloq? Ana, eshit. Ko'cha tomondan yig'ovoz kelyapti. Voy, anu qo'shnizi kelinidirdi. Yana tuqqandir. Sen joyidami? Quyonmidi, ha deb bolalayveradigan. Dadasi uchi bir yilda 2 marta ham tug'uradi. U hali tug'magan. Menga qarang. Siz qayerdan bilasiz uni tuqqan tug'maganini? Agar tuqqanda ana qayatasi kelib mendan qarz so'ragan bo'lardi. Yo bo'lmasa birorta qo'shni bolasini ovutayotgandir, uxlamayotgandir. Mahallada chaqaloq yo'q-ku. Xudoyim, rosa uyqumni buzdingiz-da. Uxlayman. Tur. Dadasi. Bo'la qol, yur. Hop, hozir. Ustiga biror narsa tashlab ol. Hop, hozir. Voy o'lmasam. Dadasi, bu chaqaloqni kim tashlab ketdi? Bilmayman. Militsiyaga qo'ng'iroq qilish kerak. Shoshmang, dadasi, shoshmang. Qarang. Voy. Qarang. Xat bor ekan. Nima yozilgan ekan? Bu go'dak sizlarga tegishli deb yozibdi. Iltimos o'zingizlar katta qilinglar. Yana nimalardir deb yozgan. Qani berchi? Dadasi, ichkariga olib kiraylik. Voy. Yur. Bo'ldi, hozir. Hozir. Voy. Dadasi, shu bolani qo'limga olishim bilan bolaga nisbatan qalbimda qanaqadir iliqlik paydo bo'ldi. Buni hech kimga berib o'rgim kelmaydi.